fuqarolarimiz tomonidan adashib aytiladigan mana shu 3 ta jumla, ya'ni ko'rsatmalar bor. Birinchi ko'rsatma: men sizga to'g'risini aytaman, faqat menga yordam bering. Ikkinchisi: men aybdorman, lekin ataylab qilmadim. Uchinchisi: menga aytishdi, o'shaning uchun qilganman degan ko'rsatmalarni berishadi. Mana shu 3 ta ibora juda ham noto'g'ri. Birinchi iboraning o'rniga tergovchiga aytish kerakki, meni himoya huquqi bilan ta'minlang. Sababi advokatimsiz yoki himoyachisiz men ko'rsatma bermayman deyish kerak. Ikkinchi iboraning o'rniga men O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 28-moddasida ko'rsatib o'tilgan huquqlarimdan foydalanaman, sukut saqlayman, advokatim kelguncha gapirmayman deyish kerak. Uchinchi ibora o'rniga menga bir marta telefondan foydalanish huquqini ta'minlashingizni so'rayman va men yaqinlarimga, advokatimga qo'ng'iroqni amalga oshiraman deb aytishingiz lozim. Mana shu ko'rsatmalarni o'rniga ushbu 3 ta oltin qoidani aytsangiz, kelajakda siz ayblanuvchi yoki gumon qilinuvchi statusiga o'tib qolmasligingiz tayin. Yana siz tergovda qanaqa ko'proq ishlatiladigan iboralarni bilasiz? Agarda siz o'sha iboralarni bilsangiz, kommentariyada yozib qoldiring.